Mana kunlarimizni olib kelib berishdi. O'sha nima adlerga o'xshaydigan 100% liniyasi ammo tozaroq. Akalar, dominantlar O'zbekiston yangi kirib kelgan zotlar. Bunda zakazimiz juda tez sotilib ketadi. Iminni oqidan olib keltirdik vodiyga. Vodiyda faqat hozir manda turibdi. Buni dillerligi. Mana akalar kirib keldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi makiyon. 500 ta xo'roz alohida olib keltirdim. Makiyoni alohida, xo'rozi alohida. Joylarimni ko'rsataman dedim. Toshkentlik ukalarimiz mana hamisha xizmatda tosh turishadi. Xo'p, video срочный bo'lyapti. Shamol olib ketdi. Bugun qandaydir sovib ketdi. 15 aprel kuniga. Xo'p, bekka Lomin sendiga mana joyimiz bitta akalar. Buni qizilidan bor, 50 kunlik bo'ldi. Qizilidan bor. Dominant qizili ham dominant krasniy, mana suv seksi ham keldi. O'sha zakazlarimiz ko'p edi, tezlik bilan olib keltirdik. Biz ham tirikchilik sezonda hammamiz tirikchilik qilamiz deb. Xo'p. Yillik tuxum protsenti 280 tadan 300 tagacha tuxum va go'sht yo'nalishi Chexoslovakiyadan kelgan zotlar birinchi liniya aloqaga chiqaverasizlar. Bundan juda ko'p emas, 1700 ta makiyonni o'zi keldi. Aytdan olish juda muammo bo'lib ketdi. Yana zakaz berib qo'ydim. Unisi may oyiga to'g'ri kelyapti. May oyiga. Bekka Lomin sendi keladi. 6000 shtuk Lomin sendi keladi. Video ko'rganda like bosalaring, hammaga manfaatli bo'ladi. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana jo'jalar tushirishyapti. Uzoqdan kirishdi. Mana isiriqlarimiz hozir tushirib olsa yopishadi. Pastga qo'yib olaverasizlar, bir ikkita. Birini tushirib olaveringlar, shunaqa qilib. Yopib ishlayver. Yo toshib olaveringlar, keyin yopasizlar. Mana jo'jalarimiz. Makiyoni xo'rozi addenni. Makiyoni xo'rozi addenni. Mana joylari. Oyoqlarni polni oxlab oldik. O'g'illarimiz mana shurishyapti. Qadrdonlarimiz. Xo'rozlar makiyon aralashmasin, ha? Abdulloh bilasana? Ha, bu bo'ldimi xo'rozi? Mana menga xo'roz tushirdik. Adlerda xo'rozi mabodo o'sha makiyoniga qo'shib beringlar, o'zini yoshidagidan deydiganlarga mana xo'rozini addenni olib keltirib qo'ydik. Ortib qolsa qolaveradi. Katta bo'lgandan keyin sotilaveradi. Makiyoniga mana bunaqa ajratib qo'yyapman. O'sha videolar ko'rib kelganda o'zi ko'rinaveradi hammaga. Makiyoni addenni. Sen o'tib olgin, bular olib berib turadi senga. Sen qo'yib olaver o'g'lim. Ha. Mana Xudo xolasa Alloh barakasini bersin. Hammamiz duo qilamiz. Eson omon 10 kunlikgacha katta qilib olamiz. Yana takrorlayman, telefonimiz 90lik 293 89 89 49. Birinchi kunlikda qorinoriq sirazi berdik. Oldin shakarli suv berib Bateriyamiz ko'payib ketganligi sababli antibiotikni birinchi kundan kelgan kundan boshladik. 2 kundan keyin vitaminli suv beramiz. Vitaminli suvlarni olib kelib qo'yganmiz. Start yemlarni videosini tashladim o'zimiz gruppaga, uni YouTube'ga chiqarmadim. Start yemni aralashma qilib tayyorladik. Mana bularga jo'jalarimizga, dominantlarga buni beramiz. Buni tushirish jarayoni. Ayollarni polni oxlab oldik. O'sha YouTube'ga video qo'yilganda akalar, Telegram kanalimizni silkasini tashlab qo'yapman. Imkon qadar qo'shilib olaveringlar. Bu yerda maslahatlar berib o'tamiz. Bir kunlik cho'jani qanday boqish tartibini. 100% adlerga o'xshaydi. Tuxumchanligi ko'proq. Har videoyimda aytyapman, 100% adlerga o'xshaydi, tuxumchanligi ko'proq. Seleksiya qilingan zotlar, birinchi liniya. Mana dominantlar kirib keldi. A'lo darajada. Keyingi videolarda qo'yib ko'rsatib boraman. Podpiska bo'lib qo'ysalaring, ko'rib turasizlar videolarni, albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aloqaga chiqinglar. Telefon nomerimiz yana takrorlab o'taman. 90lik
293 89 49